Hozir sizga Toshkent shahridagi Allohning nazari eng ko'p tushib turadigan bitta nurli manzilni lokatsiyasini bermoqchiman. Bugunning o'zida 300 ta va jami 1200 ga yaqin boquvchisini yo'qotgan bolajonlar uchun Mehr 2020 jamoasi tomonidan sayl tashkil qilingan. Tadbirga Mehrdan zavqlaning deb nom berilgan va bu tadbir 5-bor o'tkazilmoqda. Bolajonlarimizni quvonchini ko'rib, Mehr 2020 jamoasiga va tadbirga kimki o'z hissasini qo'shgan bo'lsa, hammalariga o'z rahmatlarimni aytmoqchiman. Ushbu sayl 3, 6, 10 va 13 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Aytgancha lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Alpina Land parki.